Demek bugun Notabek Ismoilov ikkinchi diagnostik testning tahlilini boshlaymiz. Demek uzunligi 102 nanometr keladigan DNK haqida gap ketmoqda. Demek 102 ni bo'lamiz 0.34 ga. Demek bu 300 kelib chiqadi. Biz bilamizki har doim DNK ning bir zanjirdan uzunlik o'lchanadi. 300 ta bir zanjirda bo'layotgan bo'lsa, ikkinchi zanjirda ham 300 ta bo'ladi. Demek jami DNK dagi nukleotlar soni, ya'ni jami nukleotimiz demek 600 ta bor ekan nukleotid. Va bizga DNK zanjirlari keltirilgan. Bu DNK ning birinchi zanjiri, bu ikkinchi zanjiri. Ya'ni DNK ning birinchi zanjirdagi adeninni 80 ta demoqda. 80 ta adenin bor ekan. Demek timin ham xuddi shuncha. Bu yerda davom etadi. Guanin, sitazin, timin, adenin yoki sitazin, guanin holatda bo'ladi. DNKlar joylashuvi. Endi birinchi zanjirda timin nukleotidi shu soni shu zanjirdagi adenin nukleotiddan 20 ta ko'p. Shu zanjirda adenin 80 ta, 20 ta ko'p bo'lsa 80 ga plus 20. Demek bu yerdagi timin nukleotid soni 20 ta ko'p. Demek 100 ta timin bor ekan bu yerda. Bu zanjirda adenin 100 ta, bu zanjirda timin 80 ta ekan. Endi ikkinchi zanjirdagi sitazin, ikkinchi zanjirda sitazin nukleotidlar soni birinchi zanjirda timindan 20 ta ekan. Birinchi zanjirda 100 ta timin bor edi, 100 dan 20 olsak, ikkinchi zanjirda 80 ta sitazin bo'ladi. Birinchi zanjirdagi guanin bilan komplementi u 80 ta. Demek DNK ning birinchi zanjirida jami 300 ta nukleotid bor. Endi ikkinchi zanjirda 300 ta nukleotid bor edi. Shundan hisob kitob qilayotgan bo'lsak, bir zanjirda hozir biz topganimiz sitazindan boshqa hamma nukleotidni topib oldik. Shu topgan nukleotidlarimiz 260 ta ekan. Agar biz 300 dan ayirsak, 260 ni demek 40 kelib chiqadi. Demek sitazin bu yerda 40 ta bo'lgan. Guanin 40 ta. Demek endi A bandning javobini yechamiz. DNK fragmentda umumiy vodorod bog'lar soni qancha? Umumiy vodorod bog'larini quyidagicha topamiz. Ya'ni bitta qoida bor. Jami nukleotidlarga jami guaninlar sonini qo'shsak, demak vodorod bog'lar soni kelib chiqadi. Jami nukleotid bizda nechta? Jami nukleotidimiz 1200 ta. Guanin nechta? Birinchi zanjirda 80 ta, ikkinchi zanjirda 40 ta. Demak plus 120. Demek 1200 ga 1200 deb o'tmayapti. Uzr, adashtiribman. 600 ta edi. Jami 600 ta nukleotid bor. 600 ta nukleotidga qo'shamiz. Birinchi zanjirdagi guanin va ikkinchi zanjirdagi guanin yig'imiz 120 ta, 600 qo'shilgan 120, demak 720 ta nukleotid bor. A bandning javobi demak 720 ekan. Endi B bandni yechimini qilamiz. B bandda aytilyaptiki, DNK ning ikkinchi zanjir guanin soni nechta? Bu juda ham oddiy. Mana ikkinchi zanjirda 40 ta bor guanin soni. Demak, B bandning javobi 40 ta ekan. Keyingi savolga o'tamiz. 37-savol. 37-savolni biz ikki xil usulda ishlab berishga harakat qilamiz sizlarga. Ya'ni oddiyroq usul yoki tenglama usul. Mana bu yerga demak oddiy usul, bu tarafda esa tenglama usulni ko'rib chiqamiz. Demak, jami H bog'lar, vodorod bog'lar 5600 ta ekan. Biz bilamizki DNKda adenin nukleotidi bor va timin nukleotidi bor, guanin va sitazin nukleotidi bor. Biz har doim endi to'rt xil nukleotid bor. Shu adenin bilan sitazin birga to'rt nisbatda deyapti. Adenin agar 0.1x deb olsam, sitazinni 0.4x deb olar ekanman. Adenin bilan timin komplementi, timin ham 0.1x, guanin esa 0.4x. Jam qo'shayotgan bo'lsak, x ga teng bo'ladi. Ya'ni bir tarafda yig'indi 0.5x, bu tarafda ham yig'indi 0.5x ekan. 0.5x 0.5x teng
x ga teng ekan jami nukleotidlar. Endi qoida bor bizda. Ya'ni jami nukleotidga qo'shsak, jami guaninni teng vodorod bog'. Endi jami nukleotid qancha berdi? Jami nukleotid x guanin plus 0.4x teng 1.4x. Bu H bog', vodorod bog'. Endi bizda 1.4x imiz teng ekan 5600 ga x imiz teng bo'ladi shunda 4000 ga. 5600 da 4000 ga teng bo'lar ekan. Demak, DNK da jami 4000 ta nukleotid bor. DNK fragmentining uzunligini aniqlang degan. Uzunlik har doim bir zanjirda aniqlanadi. Demak, A bandining javobini ishlayapman hozir. 2000 ni ko'paytiramiz 0.34 ga, demak 680 nanometr. A bandining javobi. Endi B bandining javobi aytibdiki, DNK tarkibidagi adenin nukleotidlar soni pirimidin asoslar sonidan necha marta kam? Demak, adenin bu yerda qancha? 0,1x. Pirimidin bu timin bilan sitozin. Ya'ni mana bu ikkalasi pirimidinda. Bu ikkalasi bu purin. Demak, 0.5x ni bo'lamiz 0.1x ga. Demak, necha bo'ladi? 0.5 bo'laveradi yana baribir. Bu 5 bo'ladi. 5 marta ekan. Mana javob. Endi tenglam usuli qanaqa bo'ladi? Tenglam usulini ham qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, tenglamada mana bunday bo'ladi. Ya'ni adenin nukleotid bilan timin nukleotid o'rtasida 2x ta vodorod bog' bor. Guanin bilan sitozin o'rtasida 3y ta vodorod bog' bor. Demak, 2x plus 3 ta y teng 5600 ga ekan. Adenin va sitozin 4 ga 1 nisbatda. Demak, adenin 1, sitozin 4 ekan. Demak, bu 4 ga 1 nisbatda ekan. Demak, bu yerda nima bo'ladi? 3 ta y teng bitta x ga bo'ladi. Shuni bu tarafga yozing. Ya'ni 3 ta y teng bitta x ga. Endi mana bu tenglamaga qo'yib olaman. Endi men bitta x ga 3 ta y ga tengligini aniqlab oldim. 2x 6 ta y ga teng deb qo'ysam bo'ladi. 6 ta y plus 3y teng 5600 ga. Shundayda bitta y ga teng bo'lar ekan 1600 ga. Bitta y 1600 ekan. Endi 3 ta y ga bitta x bilan teng. Demak, 1600 ni agar men ko'paytirsam 3 ga 1603 ga ko'paytiradigan bo'lsak, yo'q, bu yerda men xato ketib qoldim. Uzr. Mana shu joyni bitta qaytadan tushuntirib olishim kerak ekan. Xo'p. Jam 5600 ta vodorod bog'i bor. Jam 5600 ta vodorod bog'i bor ekan. Mana shu joyga qaytarib olay. Demak, adenin guanin bilan demak nisbati 1 ga 4 nisbatda. O'zi to'g'ri ham ketgan ekanman. 1 ga 4 nisbatda. Demak, bitta y teng 4x ga. Demak, buni yana ham qisqartirib olayotgan bo'lsam, yana ham qisqartirsam 0.5 y bilan 2 ta x teng bo'ladi. Bo'ldi. Endi shu joyda davom ettiraman. O'rniga qo'yib olaman. 2 ta x, qarang, 2 ta x 0.5 y payda ekan. 0.5 y plus 3 y teng 5600 ga. Demak, bu yerda 3,5 y 5600 ga teng bo'layotgan bo'lsa, bitta y teng 1600 ga. Demak, menga endi bitta x kerak. Bitta x ni qanday topaman? 1600 ni agar 0.5 ga ko'paytirsam 0.5 y miqdori kelib chiqadi. 0.5 y miqdori bu 800. Nimaga unday qildik deyotgan bo'lsak, 0.5 y bilan 2x teng. Mana bu 800 bu endi 2 ta x bo'lyapti bizga. Agar men 800 ni bo'lib yuborsam 2 ga 400
bu bitta x bo'lar ekan. Demak, men x dan y topib oldim. Mana bu yerdan davom ettiraman. Endi A bandning javobi qanday bo'ladi? A bandning javobini ishlab ko'raman. A band ya'ni mana y'im 1032 x'im 400 bo'layotgan bo'lsa, demak 2000 bo'lyapti. 2000 ga ko'paytirib qo'shsam 0.134 ga, demak baribir 680 bo'laveradi. Ya'ni B bandda x berdi A-ning 400 da primitivlar bu denklarning yarmi degani. 2000 ni bo'lib yuborsam 400 ga bu baribir 5 bo'laveradi. Keyingi savolga o'taman. 38-savolning tahlili. 38-savolni ko'rib chiqamiz. Buni ham ham oddiy usulda, ham tenglama usulida tushuntirib berishim mumkin. Ya'ni energiya almashtiruvchi noma'lum miqdordagi glyukoza to'liq va to'liqsiz parchalandi. Ya'ni chala va to'liq parchalangan. Chala va to'liq. Ya'ni jami biz bilamiz, chala parchalanganda hosil bo'lgan ATF 2 ATF hosil bo'ladi. To'liq parchalanganda esa 38 ta to'liq parchalanganda 38 ta ATF hosil bo'ladi. 38 ATF. Endi bizga ma'lumot beryapti. To'liq parchalangan glyukoza molekulalar soni to'liqsiz parchalangan glyukoza molekulalar sonidan 3 marta kam ekan. Demak, mana bu x bo'lsa, bu 3x ekan. 3 marta kam bo'ldi. Endi jami bu yerda 220 ta ATF hosil bo'lgan. Biz buni nima qilamiz? Ya'ni 3x ni ko'paytiraman 2 ga. Mana 2 ta ATF hosil bo'ladi-ku. Shu 2 kelib chiqdi. 2 ga, demak 6x ta ATF hosil bo'lgan bu yerda. Endi mana bu joyda x ni ko'paytiraman. Mana bu 38 ga, demak 38 x ATF hosil bo'lgan. Endi 38x plus 6x teng 44x ga. 44 ta x teng bo'ladi, demak 220 ga. Endi bitta x teng bo'ladi 5 ga. Demak, chala parchalangan glyukozam 3x da edi, u 15 ta ekan. To'liq parchalangan glyukozam bitta x edi, 5 ta ekan. Jami parchalangan glyukoza 20 mol ga teng ekan. Xo'p, endi A bandning javobini ko'rib beraman sizlar uchun. A bandning javobini ko'ramiz. Demak, A bandda aytilyaptiki, glikoliz bosqichi issiq sarflangan energiya. Glikoliz degani bu ikkinchi bosqich ekan. 20 mol glyukoza to'liq parchalansa ham, chala parchalansa ham baribir ikkinchi bosqichda parchalanadi. 20 ni ko'paytiramiz 120 ga, demak bu 200 2400 ga 240. 2400 kilojoule bo'ladi. Bu javob chiqdi. B bandning javobi esa aerob sharoitda sarflangan ATF molekular soni. Aerob bosqichda, aerob 3-bosqich faqatgina mitoxondriya tushunadi. Shunda mitoxondriyada 5 mol glyukoza parchalangan, 5 ni ko'paytiramiz 36 ga teng 108 ADF bo'ladi. Menga alohida yozib qo'ygan, mayli. A javob 2400, B javob 108. Endi tenglama usuli qanaqa bo'ladi? Demakda tenglama usulini ham ko'rsatib berib ketaman. Tenglama usulida masalan shartini o'qib, tenglama usulida aytibdiki, energiya almashinuv jarayonida noma'lum to'liq va to'liqsiz parchalanganda jami demak 220 ATF hosil bo'ldi. Chala parchalanganda 2x da, to'liq parchalanganda 38y da, demak bu 220 ga teng ekan. Endi aytibdiki, to'liq parchalangan glyukoza molekular soni to'liqsiz parchalangan glyukoza molekulardan 3 marta kam deyapti. Demak, biz olaylik mana. X ni chala dedim, y ni to'liq dedim va 3 marta kam ekan. Bu nima bo'ladi? Demak, 3 ta y teng bitta x ga degani. 3 ta y bitta x teng. Endi mana bu tenglamani bu yerga keltirib olaman, o'rniga qo'yamiz. Bitta x 3y bo'lsa, ikkita x 6y bo'ladi. 6y plus 38y teng 220 ga.
Demek 44 y kim teng ekan 220 ga. Bitta y kim teng ekan 5 ga. Demek nima bo'ldi? To'liq parchalangan glyukoza 5 mol ekan. Endi chala parchalangan glyukozani qanday topaman? Demek 3 ta y bilan bitta x teng. Shuning uchun men 5 ni ko'paytirsam bitta x kelib chiqadi. Ayda topib olganman-da. 5 ni ko'paytiraman 3 ga teng 15. Bu desa bu chala parchalangan glyukoza. Demek mana ikkalasi ham bir xil bo'lyapti. 5 mol to'liq, 15 mol chala. Lekin jam parchalangan glyukoza 20 mol bo'lyapti. 20 ni ko'paytiraman 120 ga. Bunda ham 2400. 5 ni ko'paytiraman 36 ga. Bunda 108. Ikkasi ham bir xil holatda bo'lyapti. Keyingi savol 39-savolning yechimini ko'ramiz. 39-savolda aytibdiki, adenin nukleotlar soni. Demak, buni ham ikki xil holatda tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p. Bu oson usuli bu yerda tenglam usuli bo'ladi. Endi adenin nukleoti 280 ta ekan. AT 280 taga. DNK qo'sh zanjir asosida informatsiyaning RNK sintezlandi, translyatsiyonda 200 ta transport RNK ishtirok etdi. Buni qanday tushunishimiz kerak? Mana buni tushunamiz. Demak, qaranglar. T RNK bilan har doim amino kislota soni teng bo'ladi. Demak, 200 ta transport RNK ishtirok etdi degani 200 ta amino kislota sintezlandi degani. Endi nima qilaman? Agar men 200 ni ko'paytirsam 3 ga 600 kelib chiqadi. 600 bu DNKning bir zanjiri. Chunki RNK bir zanjirda sintezlanadi. Ikkinchi zanjirda ham, ya'ni 600 ta nukleotid bo'ladi. Jami 1200 ta nukleotid bor degan. Stopkani hisobga olinmasin. A banda so'rayapti, informatsiya RNK tarkibidagi fosfodifid bog'lar sonini top deyapti bizga. Xo'p. Aban qarang, informatsiya RNK bu DNKning bitta zanjirdan sintezlanadi. Demak, I RNKda 600 ta nukleotid bor. Bundan agar birini ayirsak 599 ta F bog' bor. Fosfodifid bog' bor. Demak, A bandning javobi 599 ta ekan. Endi B bandning javobini topamiz. B bandda DNK qo'sh zanjir vodorod bog'lar soni nechta? Biz buni bilamizki, nukleotidga agar guanin sonini qo'shsak, H bog' kelib chiqadi. Nechta nukleotid bor? Bu yerda 1200 ta nukleotid bor. Guanin soni nechta deydi? Guanin sonini topish uchun mana oddiy usul. Qanday topamiz guaninni bu yerda desa, e'tibor bering. Ya'ni adenin boshida 280 deyilgan edi. Mana A 280 deb qo'yganman, osonda tagida 280 ta. Timin qancha bo'ladi? Timin ham 280 ta bo'ladi. Endi ikkalasi shunday 560 ta bo'ldimi? Qolgani guanin va sitazin bo'ladi. Demak, guanin 320 ta, sitazin 320 ta. Demak, bu ikkalasi 640 ta. Demak, 1200 ta jami nukleotidni davom ettiraman. Guanin sonini topib oldim. 320 ta ekan, 320 ni qo'shayotgan bo'lsam, demak bu 1520 bo'ladi. B bandning javobi 1520 ekan. Endi tenglam usuli qanaqa bo'ladi? Tenglam usulida adenin 280 ta deyilgani, adeninni x deb belgilaymiz. Demak, adeninni x deb belgilaymiz. Adenin x deb belgilaymiz har doim, timinni ham x deb belgilaymiz. Guaninni y, sitazinni y deb belgilaymiz. Demak, adeninimiz x teng ekan 280 ga. Aytdimki, transport RNK bu amino kislotani teng dedik. Shunda amino kislota DNKning bir zanjirda sintezlanadi. Ya'ni x plus y taqsim 3 teng bu
200 ga ekan. Bu qanday bo'ladi endi? Buni demak ko'paytirib qo'yaman. 600 teng x plus y ga. Bizda bitta x son aniq-ku, mana 280 shuning uchun buni qilaman. 600 teng 280 plus y ga. 600 dan 280 ayirib yuborayotgan bo'lsam, hop 320. Y nim teng ekan 320 ga. Y nim 320. X nim qancha bo'ladi deyotgan bo'lsak, endi x nim o'z aniqida adadiy soniga berilgan 280. Mana degan bir zani 320 ga 280 qo'shayotgan bo'lsak, 600 ta nima bor ekan? Avantning javobini mana shu yerdan topib ko'ramiz. Endi avantda informatsiya qarangki, bu denkani bir zanjiriga to'g'ri keladi. Shunda 600 dan ayiramiz 1 ni teng 599. Va avantda esa modulat bog'lar soni demak 1200 ga bitta y bu 320 edi, bu guanin edi. Qo'shsak demak teng 1520. Keyin masala o'tsak ham bo'ladi. 40-masala. 40-masalamizni yechaman.
ovozim mana shu joyda ketmay qoldi menimcha qayerdadir. Maymuncha o'simlik glukoza shaklining normal bo'lishi Barsimon shakl ustidan charadamiyatda qilib geterozigotada oraliq shakl yuzaga keladi. Katta A normal, kichkina A Barsimon bo'lar ekan. Oraliq esa katta bu normal bo'ladi, katta kichkina oraliq bo'ladi, kichkina Barsimon bo'ladi. Endi katta B'ni tukli degan, kichkina B'ni tuksiz degan. Lekin bu to'liq dominantlik qilyapti. Chara dominantlik yo'q. Shuning uchun katta B ham tukli deb olamiz, katta B kichkina B'ni tukli deb olamiz, kichkina B'ni tuksiz deb olamiz. Qarang, glukosasiz oraliq shaklga ega, poyasi tukli maymunjonlar o'zaro chatishtirilgan. Xo'p, maymunjonlar demak o'zaro chatishtirilgan ekan. Endi qarang, bu yerda katta B dan keyin kichkina B ham turishi mumkin-da, shuning uchun chiziqcha qo'yib qo'ydim. Fenotip 1da olingan o'simliklar orasida glukosasi Barsimon chiqqan. Glukosasi Barsimon bo'lish uchun demak kichkina A uchrashi kerak. Demak kichkina uchrashadi. Bu to'g'ri turibdi hozir. Endi tuksizdan chiqqan. Poyasi tuksiz bo'lish uchun ikkita kichkina B bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu holatda bo'lishi kerak tuksiz bo'lish uchun. Demak kichkina B'li, ya'ni tuksizlar ham olingan avlodda. Tuksiz olinish uchun mana bu yerga kichkina B, mana bu yerda ham kichkina B turishi kerak. Shu ikkalasi keyin uchrashib qoladi, shunda tuksiz bo'lib qoladi. Xo'p, endi bu ikkita organizm chatishtirilganda nima olinadi? Biz bilamizki 16 ta organizm olinadi. Digitriz, ya'ni katta A, katta B'dan bitta, katta A, katta B, kichkina B'dan ikkita, katta A, kichkina A, katta B'dan ikkita, katta kichkina A, kichkina B'dan 4 ta olinadi. Endi katta A, kichkina B'dan bitta, katta A, kichkina B'dan 2 ta olinadi. Kichkina A, katta B'dan bitta olinadi. Kichkina A, katta B'dan 2 ta olinadi. Va oxirida kichkina A, kichkina B'dan bitta olinadi. Mana 16 ta organizmni topib oldik. Bizda aytayaptiki, poyasi tuksiz o'simlik soni 60 ta ekan. Poyasi tuksiz bo'lish uchun poyasi tuksiz o'simlik soni 60 dan tashkil etgan. Ya'ni poyasi tuksiz. Ya'ni glukosasi Barsimon, poyasi tuksiz. Qaysi biri? Oxirgi mana bu. Ham glukosasi Barsimon bo'lsa, ham poyasi tuksiz bo'lsa, mana buni o'zi demak 60 ta ekan. Bitta o'zi 60 ta ekan. Demak, har bir 60 tadan bo'ladi bu yerda. Endi A bandchaning javobini ko'ramiz. Fenotip 1da olingan o'simliklar nechtasi glukosasiz oraliq shaklli, ya'ni katta kichkina va poyasi tuksiz bo'ladi. Katta kichkina B. Mana bu. Mana shu kerak bo'ladi bizga. Ya'ni katta A, kichkina B. Bu ikkita. Buni ko'paytirsak 60 ga teng 120. Endi B bandining javobini topamiz. Demak, A bandimiz javobi aniq 120 ekan. B bandda aytayapki, fenotip 1da olingan o'simlik nechtasi genotip jihatdan ota-onasiga o'xshaydi. Mana bular. Katta B bu 4 ta edi. 4 ni ko'paytirsak 60 ga, demak bu 240. B bandining javobi 240 ta ekan. Keyingi masalani o'tamiz. 42-masala. 42-masala aytayaptiki, odamlarda tirnoq dispariziyasi avtosomal xromosomasi joylashgan dominant gen. Demak, katta A bu tirnoq displaziya. Kichkina A bu sog'lom bo'ladi. Endi qon guruhlari ham berilgan bu yerda. Qon guruhlarimiz agar 0 holatda bo'lsa, bu birinchi qon guruh bo'ladi. Agar
a yoki a nol holatda bo'lib qolayotgan bo'lsa bu ikkinchi xon guruh bo'ladi. Agar b yoki b nol bo'layotgan bo'lsa bu holatda uchinchi xon guruh bo'ladi. Agar a va b holatda bo'layotgan bo'lsa bu to'rtinchi qon guruh bo'ladi. Endi qon guruhlarini boshqaruvchi tirnoq disparizasi geni bilan bitta xromosomada to'liqsiz birikkan holda irsiylanadi ekan. Endi bunga e'tibor berishimiz kerak. Mana bu yerda yozaman. Xo'p, mana shu yerda yozaman. Aytilyaptiki, ikkinchi qon guruhli tirnoq disparizasi bilan kasallangan ayol bo'lishi kerak. Ikkinchi qon guruhi bo'lish uchun albatta mana yerda katta A turishi shart. Tirnoq disparizasi bilan kasallangan bo'lsa, bu yerda katta A turishi kerak, aniq. Endi lekin qalsa otasi birinchi qon guruhli. Otasi birinchi qon guruh bo'layotgan bo'lsa, mana bu otadan bu 0 o'tadi. Chunki otada faqat 0 bor-da. Otasi birinchi qon guruhi tirnog'i normal. Tirnoq normal bo'lish uchun albatta kichkina A bo'lishi kerak. Mana ayolning genotipi. Endi erkak aytyapti, erkak birinchi qon guruhi tirnog'i normal. Erkak birinchi qon guruhli tirnoq normal bo'lishi kerak ekan. Xo'p, erkak birinchi qon guruhli bo'lish uchun bunga albatta ikkita mana bu gen kerak. Tirnoq normal bo'lish uchun kichkina A kerak. Va unutmasligimiz kerak, mana bu 8% krasingaver bor. Gamet olamiz endi. Mana bu organizmda birinchi tushadigan gameta. Ya'ni katta A va ikkinchi gameta bu kichkina A. Endi bu organizmdan mana erkakdan tushadigan gameta bitta gamet tushadi, 0 A bo'ladi. Mana shu joyda krasingaver bor. 42-bahslarni davom etamiz. Shu joyda bizning aloqamiz uzilib qoldi. 4-qon guruhgacha yetib kelgandik birinchi videomizda. Endi ikkinchi videoda davom ettirayotgan bo'lsak, biz aytayaptiki, hop. Ayol haqida gap ketmoqda, ayol. Ya'ni ayol bu ikkinchi qon guruhli ekan. A va tirnoq disparizasi bilan kasallangan A, otasi birinchi qon guruhli va sog'lom ekan. Bu otadan o'tgan bu tayoqcha. Demak, erkak birinchi qon guruhli. Demak, birinchi qon guruhi 0, tirnoq disparizasi bo'yicha soppa-sog' ekan. Endi krasingaver bor, bu yerda 8%. Ya'ni krasingaver organizm qanaqa bo'ladi? Bu yerda ayol krasingaver uchragan, heterozigotallar krasingaver uchraydi. Shuning uchun ayolda A 0 da faqat kichkina A, yoki katta A o'tib qolgan. Mana shu holatda. Endi gametlarni olamiz. Hop, bundan birinchi organizmdan katta Alik tayoqchasi bilan 0 kichkina Alik tayoqcha tushadi. Ayoldan. Nokrosser holatda. Endi erkakning gametasi 0 A. Endi krasingaver gametalarini olamiz bu yerga. Demak, katta A, kichkina A va bu yerda 0 katta A ekan. Bizda so'ralyaptiki endi albatta ushbu oilada ikkinchi qon guruhli tirnog'i normal farzandlar tug'ilish ehtimoliga qanaqa degan. Mana birinchi avlodga qarayotgan bo'lsak, mana birinchi organizm bu katta A 0 kichkina A bo'lyapti. Ikkinchisi esa 0 kichkina A. Mana bu yerdan katta A kichkina A 0 kichkina A bo'lyapti-da. Mana bu yerda esa 0 katta A 0 kichkina A bo'lyapti.
A bandining javobi. Ikkinchi qonun tirnog'i normal farzand. Ikkinchi qonun tirnoq normal mana bu. Krasnogar 8% edi-ku. Shuning uchun mana bu 4% bo'ladi. Bu 4%. 8% Krasnogar bo'lib beramiz. Mana bu shunda 46%, 46% dan bo'ladi. Demak, A javobi, savolning javobi demak 4% ekan. B bandining javobi. Agar alfasi va betasi bo'lgan qon guruhi birinchi qon guruh bo'ladi. Tirnog'i normal bo'lgan bo'lsa, mana bu 46% bo'ladi. Bu. Ya'ni 46%. 42-chi masala ham tugadi. Demak, keyingisi 43-chi masalaga o'tamiz. 43-chi masala. Odamda ikki juft komplementar genlar ishtirokida karlik yuzaga kelar ekan. Hop. Ya'ni katta chiziqcha, katta bir chiziqcha. Katta chiziqcha, kichkina b, kichkina b. Kichkina, katta bir chiziqcha, kichkina b, kichkina b. Demak, bu karlikning birinchi turi, ya'ni aytilyapti bizda A dominant genlik alleli karlikning birinchi turini belgilaydi. B dominant gen esa karlikning ikkinchi turini belgilaydi. Mana bu holatda demak kar bo'ladi. Resist alleli karlikning nomini qiladi. Bu genlar ta'siri modifikator C gen tomonidan boshqariladi deydi. Endi ikki xil dominant genga ega bo'lgan organizmlar, mana ikki xil dominant genga ega bo'lgan organizmlarda o'sha S geni dominant gamozigot holatda bular demak normal eshitar ekan. Endi ikki xil dominant geni bor organizmlarda S kichkinasi heterozigota holatda bo'layotgan bo'lsa, demak ular eshitadi o'rta darajada. Agar ikki xil dominant gen bor organizmlarning o'sha modifikator gen resessiv holatda bo'layotgan bo'lsa, demak bular kar hisoblanaverar ekan. Endi A bandga qaraymiz. Oilada ayol karlikning birinchi turi bilan kasallangan. Ya'ni karlikning birinchi turi qanaqa bo'ladi? Ya'ni bu yerda katta A, bu yerga sig'may qolishi mumkin. Yozaman. Ayol karlikning birinchi turi bilan kasallangan. Mana ayol birinchi tur bo'lish uchun katta A chiziqcha, kichkina b bo'lishi kerak. Ayol karlikning birinchi turi bilan kasallangan. Erkak esa ikkinchi tur bilan kasallangan. Degeterozigota genotipi deyapti. U uchun demak mana bu kichkina A, kattasi kichkina S bo'lishi kerak. Erkak ikkinchi turi bilan karlikning ikkinchi turi bu mana bunaqa. Kichkina A, katta B, kattasi kichkinasi degeterozigota. Endi bundan gameta olamiz. Bu 1 0 2. Bunga 1 2 0. Bu qanday bo'ladi? Xo'p, ikkita katta A, ikkita kichkina A yozib oldim. Endi B kattasi kichkinasi, kattasi kichkinasi. Ikkinchi algazm gametalardan demak kichkina A, kichkina A, kichkina A, kichkina A, katta B, kichkina B, kattasi kichkinasi, kattasi kichkinasi. Mana gametni olib oldim. Endi men aytyaptiki, eshitish qobiliyati o'rtacha darajada bo'lgan farzandlar tug'ilish ehtimoli. Eshitish qobiliyati o'rtacha bo'lish uchun tarkibida katta A ham bo'lish kerak, katta B ham bo'lish kerak, kattasi kichkina S bo'lish kerak. Mana bular so'rayapti bizda, mana shu qancha deyapti. Demak, bu bo'ladi. Mana bu bo'ladi, mana katta kichkina, katta, mana bu qator. Katta kichkina, kattasi kichkinasi. Mana bu qatorda ham olinadi. Mana. Demak, A bandimizning javobi 16 organizmimiz agar 100% bo'layotgan bo'lsa, ikkitamiz qancha? Bu 12.5% bo'ladi. Endi B bandda javob topamiz. B bandda oilada erkak karlikning birinchi turi bilan. Endi erkak va ayol joyi almashib qolyapti. Ya'ni birinchi ayoldi-ku, birinchisi erkak bo'ldi, ikkinchisi endi ayol bo'ldi. Shu joyi almashganda demak normal eshitish qobiliyatiga ega bo'lgan farzand tug'ish ehtimoli normal qobiliyat bo'lishi, demak katta A, katta B, ikkita katta S bo'lishi kerak. Demak bu mana plus, mana bu bo'ladi. Bitta. Agar 16 tamiz 100% bo'lsa, bittamiz qancha? Bu 6.125% ga teng bo'lar ekan. Mana
A mana B bandning javobi. Xo'p, 44-savolga o'tamiz. 44-savolda qoldiqlarning suv tarkibida yog' miqdori ikki juft polimer genlarga bog'liq. Genotipda aytyaptiki, genotipda agar bir ikkilarni yozib o'tirib, katta A, kichkina A, katta A, kichkina A bo'lsa, bu 500 gram yog' bo'ladi sut tarkibida deyapti. Agar genotipda bitta katta A da qolgani 3 ta kichkina A bo'layotgan bo'lsa, 450 gram bo'ladi yog' miqdori deyapti. Bizda qarang, bitta katta A bilan bitta kichkina A ning miqdori kerak. Shuning uchun men katta A ni x deb belgilab olaman, kichkina A ni esa y deb belgilab olaman. Shunda mana bu yerda x, y bor. Birinchisida mana bunda ikkita x plus ikkita y bor. Demak bu 500 gram ekan. Mana bundachi x, y. Endi buni yozib olaman. Bunda bitta x plus 3 ta y ning yig'indisi 450 gram ekan. Shunda x ning teng bo'ladi 150 gramga, y ning teng bo'ladi 100 gramga. Demak, nima ekan? Bitta katta ayim teng ekan 150 ga, bitta kichkina ayim esa 100 gramga teng ekan. Biz aytyaptik endi digit o'tarli qoramollar chatishtirdi. Ya'ni katta kichkina A bilan xuddi shunaqa katta kichkina chatishtirdi. Bularda gametlar katta A, kichkina A, kichkina A. Okey. Katta A, ikkalasi genotipi bir xil. Katta A, kichkina A, katta A, kichkina A va kichkina A. Chatishtirdi. Endi buni nima qilishimiz kerak? Biz aytyaptiki, A bandda olingan qoramollar ichida necha foizi sut tarkibida 550 gram yog'i bo'ladi deyapti. Ya'ni sut tarkibida 550 gram yog' bo'lish uchun bitta katta, ikkita katta, uchta katta A bo'lsin va bitta kichkina A bo'lsin. Mana shu 550 gram bo'ladi. Qanday desam, mana har bitta kattamiz 150 gram bo'lsa, uchta kattamiz 450 gram, bitta kichkamiz 150-550 gram. Endi demak, mana buni olamiz. Yo'q, buni olmas ekan. Buni 4 ta qo'yar ekan. Bunda 4 ta, bunda 3 ta, bunda ham 3 ta, bunda 2 ta. Mana bunda 3 ta, mana bunda 2 ta, mana bunda ham 2 ta, bunda 1 ta. Mana bunda 3 ta, mana bunda 2 ta, mana bunda 2 ta, mana bunda 1 ta. Mana bunda 2 ta, mana bunda hop 1 ta, mana bunda 1 ta, mana bunda 0 ta. Demak bizda 3 ta katta A'si bor, 3 ta katta A'si borlari kerak ichida. Mana bu ekan, mana bu ekan, mana bu ekan, mana bu ekan. Ya'ni 16 tani ichida A bandning javobini qidiryapman hozir men. A bandning javobi 16 tamiz agar bizda 100% bo'layotgan bo'lsa, 4 tamizchi u qancha? 4 tamiz 25% bo'ladi. 5%. Endi B bandning javobi qanaqa bo'ladi? B bandning javobi olingan qoramollar necha foiz sut tarkibida 400 gram bo'ladi. 400 gram bo'lish uchun hammasi kichkina bo'lishi kerak. Hammasi kichkina bo'lishi kerak. Nimaga desa? Chunki har bitta kichkinamiz 100 gram bo'lsa, 4 ta kichkinamiz 400 gram bo'ladi. Mana buni olamiz. Ya'ni bu 400 gram. Chunki kichkina A tushadi bu yerga. 16 tamiz 100% bo'lsa, bittamiz qancha? Bittamiz 6,25% ekan. 44-savolni ham yechim qilib bo'ldik va oxirgi savolimiz 45-savol. Tetraploid bug'doy. Bug'doy biz bilamizki 2n bu 14 ta xromosom bo'ladi. Tetraploid bu 4n da esa 28 ta xromosom bo'ladi. 28 ta. Endi qarang. 4n o'simlik 4 n ning gaploidi 4n ning gaploidi 2n bo'ladi.
Xo'p, endi 4 enimiz demak nechta? 4 ta enimiz. Xo'p, 28 ta bo'lsa, 2 ta enimiz teng ekan 14 ga. Xo'p, endi endosperm endospermimiz 3 ta n bo'ladi. 3 n. Demak bunda 14 jami 42 ta endospermda xromosom bor ekan. Bitta endospermda. Demak, ma'lumot bo'yicha endi biz 25200 ni bo'lishimiz kerak 42 ga. Bu 600 ta endosperm bo'ladi. Endi tuxum hujayra ulashishda qatnashgan spermlar soni. Demak, agar 600 ta endosperm hosil bo'lgan bo'lsa, 600 ta tuxum hujayra ham ishtirok etgan bo'ladi. Ikkalasiga 1200 sperm kerak bo'ladi. 1200 ta spermi. Bu 30% ekan. Bunun ikisi 30% bo'layotgan bo'lsa, 100%imiz qancha? 100%imiz demak shunday 1200 tamiz 1200 ni ko'paytiraman 100 ga chiqqan soni bo'lsin 30 ga. Demak 4000 ta jami spermi bo'lgan. 4000 ta jami spermi. Bitta mikrosporatitdan 8 ta spermi hosil bo'lar edi. Demak 4000 ta spermi hosil bo'lgan bo'lsa, bu besh yuzta mikrosparatit. Endi bizda so'ragan mikrosporatitlardagi Abadning javobi mikrosporatitlardagi biroz planshetimning ruchkasi ishdan chiqib qoldi, shu uchun oxirgi masalaga kelib, tuxum hujayra ulashishda qatnashgan spermlar jami xromosom soni qancha degan. Demak, 600 ta tuxum hujayra kerak bo'lgan. Ko'paytiraman 14 ga. Sakkiz ming 400 baband dastlabki hujasidagi jami xromosom soni 4000 ni ko'paytiraman 28 ga. 112 ming. Demek adashmasam to'g'ri
yerda biroz xato kelib qoldi. 500 ko'paytiraman 28 ga 14 ga. Chunki mikrosparatsistlar 500 edi, mikrosparatsist diploid bo'ladi, shuning uchun 28 ga ko'paytirdim. 14 ga. Demak, hammaga rahmat. Bugungi tugadi darsimiz.